Assalomu alaykum, sevimli sizlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turibsizlar? Bugun biz necha vaqtdan o'qiyotgan Qiyadagi ovchining Ahuzari nomli shu kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan Qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Birinchi babida asosan to'rt ana deydi. O'zining shuti, tarixi, tili örf-adətlərə əlaqədar bolğan məzmunlar və söhbətlər boludu. İkinci babda asaslıqı Nurluq Yıldızlar dep özününki tarixidəki özününki millətidəki danlıq yazğıçılar, şairlar, sənətçilər, palvallar şular haqqında paranlaşıdı. Üçüncü qismda sadizm, yəni zoravallıq, zombi, manqurt, muşu haqda paranlaşıdı. Dördüncü bab bugün oxuyduğumuz 4-cü babның davamı hakimiyyət və ruhiyyət. Bu söhbətlər bulunğan çağda məsələn 1990'larda şu 90-cı illərdə Sovet İttifaqı parçalanıb hazırki şu Türkiyə Cumhuriyyətlər, yəni sosialist Türkiyə Cumhuriyyətlər dep Qırğızistan, Özbekistan, Qazaxıstan həmmisi müstəqil bolğandan keyin deydi. Əmdi muşu özümüz hakimiyyətini qolumuzga aldık, müstəqil bolduq. Buningdan keyin nimalarni qilishimiz kerak? Bizningki hakimiyyətni tuta alavatamiz, demokratiyani qanday tushunayapmiz? Mush haqdagi nihoyat yaxshi suhbatlarini o'qib kelgandik. Bugun shuni davomlashtiramiz. Shahonov. Bir qitim Oqsoqol yozuvchimiz G'obiddin Mustafa'ning ikkimiz G'obid Musuropovning uyiga bordik. Ching tush vaqti eshik oldiga bir jup qozoq qiz yigit Nayti yaqin turadi. Bizni ko'rib nomus qilar desak, nadikini texmi azvaylab ketdi. Shu chaqda G'obid qozondan tuvoq ketsa, ishdan uyat ketidi, dedi ochiq bilan tuvanga qarab. Buyuk tatar shoiri rahmatlik İmoni Komil Musa Jililning bir esil she'ri bor. Atigandan kechgacha ko'cha aylangan qiz kechda uyga kelsa, darvoza qulflag'liq ekan. U darvozadan sakrab tushganda ehtiyotsizligidan ko'ynikining etiki yirtilib ketib, lapildab qopti. Lekin ertasi buni bayqamayli ishqa manganda, buni ko'rgan ovulning boshqa qizlari qaranglar, ashundaq pasun chiqibdi. Biz uningdan qolamizmi deyishib, hammasi ko'ynikining etikini yirtib lapildatibdi. Meningcha odamlarning 5-8% la balkim xatolashqandimi. O'z aqli shu bilan yashsimi? Qog'ini uningdan buni, buningdan uni ko'rib o'ziga mos kelamdi kemmamdi, hisoblashmasdan do'ramchilik bilan yashaydi. O'z millatining yoki davlatining o'rtaq madaniyatini to'plab, o'z odatiga aylantirolmaganlar qachonla bo'lmasin qorug'larcha do'ramchilik bilan go'zallikning qullariga aylandi. Aytmatov. Faqat milliy ideologiyalarga bog'lanib qolishning xavfi zo'r. Milliy madaniyatni insoniyatning o'rtaq madaniyat orqali kuchlantirish, uni beyitish, kun tartibdan hargiz tushib qolmaslik kerak. Demak, har xil uqum va ko'z qarashlar bir iziga tushmay, tavrinib turgan hozirgi vaziyatda xalqning moddiy va ma'naviy boyliqlarini to'plag'uchi talant egalarining ko'ziga ko'ringan olimlar va qonunshunoslar bilan birga o'ltirib, bu to'g'ri, bu yo'linish ziyonliq deydigan madaniy shundoq umumchil yakun chiqarish zarurda qiladi. Tanlash degan yaxshi bilan yomonning, foydaliq bilan foydasizning o'rtasidagi chegara. Qorug'larcha do'rash, o'zninkini tashlab boshqalarning yaltiroqlariga esilish hozirgidek o'tkirchi davrga xos hodisa. Bundaq davr Avstraliya bilan Germaniyada, Belgiya va ko'chalarni sopun bilan yuydigan Lyuksemburgdan bo'lib o'tgan. Keyin ular milliy madaniyat bilan go'zal san'atga yuzlangan. Masalan, yalang'och yurish yengiligi, jinsiy erkinlik o'xshash xavfli to'lqinlar hozir bu davlatlarda pasayib, shu shaharlardan bizga hujum qilmoqda. Misoli, Lyuksemburg ko'chalarida cho'ng xatlar bilan yozilgan "Biz qandoq bo'lsak shu petish qog'imiz bor" degan so'zlarni ko'ramiz. Buning o'ziga xos ma'nosi bor. Yevropadagi shu kichkina davlat Fransiya, Germaniya, Gollandiya qatorliq madaniyatli kuchli davlatlar bilan qo'shni bo'lg'achqa, bu davlatlarning har xil ta'sirlarga uchramaslik uchun har bir kishiga qarata xalqning tili, madaniyati bilan adabiyotini, musiqasi bilan go'zal san'atini ko'z qarchig'imizdek asrayli. Asli naslimizni, kim ekanligimizni, qaysi taraf ketayotganligimizni unutmayli degan askartishi bo'lib hisoblandi. Shahonov. Har bir davlat iqtisodiy jihatda taraqqiy qildimi yoki xaroblashdimi, madaniyati gullandimi yoki orqada qolib tavrinib qoldimi, siyosiy kurashga mudohala qildimi yoki do'stona tinch hayot kechirdimi, buning hammasi davlat rahbariga bevosita munosabatlik. Masalan, oxirgi 3 asrga yaqin vaqt ichida 41 zongtun huquq tutgan Amerikani olayli. Shularning ichida Washington bilan Rooseveltning obro'yi nima uchun hammadan ustun?
Chunki biri chechilib ketgan xalqning beshini bir qilib, yangi quruqlikda yangi davlat qurganligi bilan, yana biri xalqning iqtisodini rivojlantirib, butun dunyoga ofat ilib kelgan fashizmni ag'dirib tashlashda tavranmay ching turganligi bilan hurmatga sazovor bo'ldi. Ulug' Britaniyaning hukmdorlari ichida davlatning ichki tashqi siyosatidagi mardonaligi, davlatning kuch-qudratini oshirishdagi qobilligi bilan mashhur bo'lgan Cherchill va Temur xonim deb nom olgan Margaret Thatcherning ismlari oldi bilan tilga ilindi. Ataqlıq Atatürk bo'lsa, butkul turk dunyosida fidokorlik bilan ter to'kkan farosat egalari qatorida tarix betidan o'rin oldi. Umi beyish nurida nurlanğusi. Turgut Özalçu, dehqonchilik bilan chorvachilikni asos qilgan Turkiya davlati bo'yniga qazga bo'g'ilganda yangicha islohot elib berib, davlatni iqtisodiy chekinishdan qutqizib qolgan edi. Davlatni idora qilib turg'uchi kishining qilgan yaxshilik ham yomonliklari havoga uchib ketmaydi. Xalq uni tarix qilib yozadi. Aytmatov. Sen hozirgi davrdagi eng ko'ngil bilishga tegishlik ham eng muhim bir masalani, ya'ni yolg'iz bir odamning tarixdagi roli to'g'risidagi masalani o'tirib qo'yyapsan. Shaxanov. Bu suhbatimizning oldida Niccolo Machiavellining Hukmdorlar dasturi degan kitobini o'qib chiqdim. Bu kitob 400 yildan buyon nurg'un davlat podsholari, korollari va gersoglarning qo'ldan tushmagan falsafiy aqliyat so'zlaridan iborat. Buningda aytilgan vasiyat va o'y-fikrlarni hatto Stalinmi doim o'qib yuratdi deyishidi. Biroq bu falsafiy qurolni kim, qanday maqsadda foydalanadi? Masala shuningda. Hukmdor deb yozadi avtor kitobida. Davlatni har xil tadbir choralar bilan boshqaradi. Biri qonuniy yo'l bilan, yana biri zo'ravon kuch bilan. Ilgirgisi odamga, keyingisi hayvonga xos. Davlat tartib o'rnatay degan hukmdorning mushu ikki xil tadbirni tang ishlatganligi afzal. Bilimliklarga qonunni hurmatlashni o'rgat, ko'nmaganlarga amal yo'q kuch ishlat. O'z vujudingga shir bilan tulkining xarakterini mujassamlashni o'rgan. Shir qaysar, tulki hiligar. Buning birini tashqi dushmanga, birini ichki dushmanga ishlat. Qo'rqitishnimi ham aldashnimi bil. Eng oldi bilan qo'rqitishni bil. Shu chaqda avomning tizginni mahkam tuta olaysan. Aytmatov. Shundoq. Har bir asrning, har bir ijtimoiy tuzilmaning o'ziga xos hukmdorlari, hokimiyat sirlari bo'ladi. Biroq eng muhimi yuqori mansab egasi boshqarayotgan xalqning yuksak hurmatiga erishgisi kelsa, vujudidan mehribonlik, vafodorlik, insonparvarlik, samimiylik va taqvodorligi mana men deb ko'zga ko'rinib turishi shart. Hukmdorlar to'g'risida gap qilgan vaqtida hammalar qutadg'u bilikni bilamiz. Qutadg'u bilik dangliq Uyg'ur faylasufi Yusuf Xos Hojib tarafidan yozilgan va ayni chog'da Qarxoniylar sulolasining podshohiga taqdim qilingan. Bu dunyodagi dangliq hukmdorlar dasturi deb qaraladi. Qutadg'u bilikda 4 cho'ng personaj bayon qilinadi. Ajoyib buyuk hajmlik bir doston. Bu qutadg'u bilikning tili, uning badiiyligi, fasahati, tildagi balog'ati bu nuqtalar ayrim adabiyot va tilshunoslik tarafidan tadqiq qilinsa-mu, buningdagi ideya va falsafa har qaysi til, mayli falsafa, mayli psixologiya, mayli siyosiy, huquq, qonunshunoslik taraflaridan bo'lsin, tadqiq qilindi, qilinyotidi va bundan keyinmi qilinish kerak bo'lgan nurg'un narsalar bor. Bu biz Sharqning, ya'ni Uyg'urlarning, shundaqla Turkiy millatlarning, shundaqla Sharqning mashhur hukmdorlar dasturi deb qaraladi. Buningdagi 4 personaj kun tug'di. Bu hokimiyatga simvol qilindi. Ya'ni bu yerda podshoh vazifasidagi kishi. Oy to'ldi, vazir. Undan keyin o'gdilmish. Bu aql farosatga vakillik qiladi. O'dg'urmish qanoatga vakillik qiladi. Bular o'ttirsidagi suhbatlar orqali bir davlat qandoq qo'g'diladi, xalq qandoq hokimiyat odillik bilan so'riladi. Bu nurg'un narsalar shu qutadg'u bilikda bor. Qutadg'u bilik amaliyotda biz Uyg'urlarninki ham faxrimiz, ham yolg'iz Uyg'urlarning emas, Turkiy dunyosining emas, balki butkul dunyoning nihoyat muhim bo'lgan hukmdorlar qomusidan iborat. İnşallah keyingi kitoblarimizni o'qigan vaqtda shu qutadg'u bilikning falsafiy nusxasini o'qishga tirishayman. Hukmdorlarning vujudida hozirlanishga tegishli 5 xislatni ko'rsatib o'tdingiz. Ammo Hukmdorlar dasturi nomli kitobda buning aksicha hukmdorlarni urg'ishtiradigan 5 nachar illat sanab
ئۆتۈلگەن. ئۇلار تۇراقسىزلىق، پىكىرسىزلىك، قوپاللىق، بىخۇدلۇق ۋە توغرا ھۆكۈم چىقىرالماسلىق. مۇشۇلارنىڭ بىرىنى سادىر قىلساڭ تۈگۈشسەن. قول ئاستىڭدا كىشىلەر سېنى ئالداشقا، ئەخمەق قىلىشقا تەييار تۇرۇشىدۇ دەپ خۇلاسىلەيدۇ. Aytmatov. Şərqنىڭ بۇرۇنقى پەلسەپىۋى كىتابلىرىنى ئوقۇغان ئىدىم. ئومۇمەن ئالغاندا ھۆكۈمدارلار ئەقىل پاراسىتىگە قاراپ 3 تۈرگە بۆلۈنىدىكەن. بىرىنچىسى تۇغما تالانتلىقلار. بۇنداق ھۆكۈمدارلار ئۇزۇن ۋاقىت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدۇ ۋە خەلققە كۆپلىگەن ياخشىلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. ئىككىنچىسى باشقىلارنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى كۆرۈپ ھەرىكەت قىلىدىغانلار. بۇنداقلار كۆپىنچە ھىيلىگەر كېلىدۇ. جەمئىيەت ئۆزگىرىش پەيدا قىلالىغۇدەك يېڭىلىق يارىتالمايدۇ. پەقەت مۇتەسسىپلىك يۈرگۈزۈشكىلا قابىل كېلىدۇ. ئۈچىنچىسى ئۆزى بىلمەيدىغان ۋە باشقىلاردىن تەلىم ئالمايدىغانلار. Bundaqlar hakimiyet o'rniga tasodifiy chiqib qoladi. Ham bugun qo'lga tushgan huquqidan ertasi ayrilib qoladi. Ular har qanday ishni varqirash, jidal majro bilan hal qilishga qiziqadi. Natijada xalqi qirg'inchilikqa, boyliqi bulang talonga uchraydi. Shaxonov. Nima degan joyida aniqlama? Aytmatov. Hükümdar bilan xalqning orasiga daz ketsa, ularning qayta yarashish ta'siga to'xtaydi. Germaniyani olaylik, o'tgan asrlarda muzika, adabiyot, ilm-fan, go'zal san'at, bezakchilik sohasida dunyoga nurg'unlagan talant egalarini yetishtirib berdi. Biroq Gitler hokimiyat beshiga chiqib dunyo urushi qo'zg'adi, xalqi bir-birlab yiqqan barliq ro'yi boyliqidan mahrum qoldi. To'g'risini aytsak, hukmdor o'z vaqtida emgakchi nemis xalqiga qut emas, jut elib keldi. Ana buni bir narsa degil bo'lmaydi. Chunki Birinchi dunyo urushini Gitler qo'zg'amadi. Birinchi dunyo urushi qo'zg'aldi u. Ikkinchi dunyo urushi muqarrar edi. Bu yerda urush so'rilib kirayotgan vaqtda urush nimani shuna bir gapi bor Sulton Sulaymonning, Qonuniy Sulton Sulaymonning. Sen kurash qilish orqali mavjudligingni saqlab qola olaysan. Kurash qilish orqali ilgarilaye olaysan. Ya'ni bu yerda savash deydi, ya'ni jang. Va kurash qilish orqali ondan o'zingni mangul ilqi baxtingni kapolatga ega qila olaysan deydi. Bu yerda shu kurash qilish kerak. Shaxonov. Narshohiy, ya'ni bu Narshohiy degan O'rta Osiyo tarixchisi ekan, Buxoro tarixi degan kitobni yozgan odam ekan. 899 dan 959-yillar orasida o'tgan deydi. Narshohiy degan donishmand xalqing qora bo'lki yesa, senmi qora bo'lki ye, asal yesa, senmi asal ye. Xalqing qorni yeb, o'zing asal yeb o'ttasang, ishonchdan ayrilasan, haqqoniyligingga nuqson yetadi, hokimiyat qo'lingdan ketadi deb yozgan ekan. Aytmatov. İbretlik söz. Mening bilishimcha hokimiyatning ikki turi bor. Biri xalqiga xizmat qiladigan, ikkinchisi o'zi va urug' tuqqanlarga, jaddiy jamiyatiga manfaat tegadigan hokimiyat. Oldinqisi o'z mas'uliyatini cho'nqur to'nganligi bilan durustlikdan, keyingisi ichki shaxsiyatchilik bilan qadrsizlikdan borliq keladi. Hokimiyat bu yerda cho'qim taxt talashishmi birga mavjud bo'lganligida gap yo'q. Biroq qandoqla bo'lmasin, umumning manfaatini yolg'iz egallab olish bilan uningga qiziqish besib tushmaslik kerak. Shaxonov. Kimdan olganligimni bilmayman. Balkim qadimgi davrdagi donishmandlarning birisining bo'lsa kerak. Buningdan ko'p yillar ilgari xotir daftarimga mundaq yozib olgan ekanman. Hokimiyat egasi o'z atrofiga xushomadchilarni yig'ib oladi ekan, undaqda uning kuni qorong'u. Chunki xushomadchilar hukmdorni maqtamay turolmaydi. Ammo maqtash so'zlari xuddi zaharga o'xshash butun vujudingga bir yo'lini hukmronlik qilib oldi keyningga ko'z selishdan qoldirdi. O'zing shuning obdalla amroqlashib ko'nglingda atagandan kechgacha maqtash talab qilgan bo'lib qolasan. Buning oxiri shaxsiyga cho'qinishni keltirib chiqaradi. O'z-o'zingga oltindan xotir munar tiklaysan. Bir xushomadchi xotir munarning ustida kun tegmasin deb kunlik tutib turadi. Sen uningga rozi bo'lib xazinadan tilla tatib qilasan. Puhranlaringni unutaysan. Jahonni qoplab ketgan qalanda bilan g'arib miskinni ko'maysan. Ayoling bilan bolalaring uchun marmar toshdan saroy soldirsan. Ularning ishini xushomadchilar egallaydi. Masalan, shu para berishmi gunoh, para elishmi gunoh. Mushu hikmat bor. Mushu hikmat bor. Birisininki ashundaq kibrlik, ashundaq o'zini tuymas bo'lib qilishida, uning yanida ashunga ashu kibrni, ashu havoni, ashu sharoitni yaratib berayotgan bir taxsikash ko'tama. Ashundaq bir kishilar bo'ladi va uni ashdaq maqtab qilib, ashunga ko'ndirib qo'yadi. Mana Yelkandagi dongli xalq san'atchilaridan Abdurashid To'xti bilan Abdulhamid To'xtining bir naqshisi bor o'yliqi. Sen o'zing bir ko'tama, men o'zim bir sen o'zing bir ko'kama, men o'zim bir ko'tama.
Ondan keyin "Sen meni mushundaq yo'g'intib qo'ygan, ashundaq ko'tarmichilik qilib meni yo'g'intib qo'ygan" deydi iliqim. "Nafsi degan balodur" deydi. Qandaq shuni o'qiydigu. Haq, rost deydigan. Shuningda amaliyotda atrofdagi shu xil kishilar, ya'ni bu yerda pora og'uchilarlam emas, pora berguchinimi jazolash va buning gunohligini ta'kidlashda shu narsa yotadi. Bir gunohga boshlash va shuningga iliqidek sababchi bo'lishmi o'xshash qilg'uchiga o'xshashlar. Bu yerdami deyotgan narsa shu. Xushomadchilik, hokimiyatningki nimasi qilayotgan hurmat boshqa narsa, xushomat boshqa narsa. Aytmatov. Ba'zida undaqlarning beshiga ushtin tut ig'ir kun tushganda, yenidagi heliqi xushomatchilarning birsini topolmay, xalqiga qora yuzi yo'q sharmanda bo'lib, xalqidan voz kechganlar borku. Ularning qilmish atmishlari qachonla bo'lmasin butkul xalqning esida saqlanib qoladi. Shunga Mahmud Qashqarimi amirlarning o'ziga atab yot elga saroy soldirib olishi yomon illat. Bu beshimga kun tushsa, qechib berib panohlanarman deganni bildiradi. Bu xalqingga qilgan osiyliging. Chunki odatdagi xalqning bora yeri, ketar tig'i yo'q. Sen hokimiyat beshida bo'lganliging uchun ulardan ustun emassan. Bir yerda tug'ilgan ekansan, undaqda birga o'lishni bil. Degan mana bu sahifalar har birlarimizga berilgan ta'lim-tarbiyadir. Shaxonov. Xallar bilan hamdam hamnafas, beylar bilan birga o'tgan mutafakkur, uningdan boshqa yana davlatning xazinasi, xalqning tapanaqi, Manglay tari, əmirçi xəzinə açqıçını həqiqətən durust dep qaralğan kişilərə tutquzğаны yaxşı. Altın gümüş bayədə oğurluq bulmay, qanmaydı. Oğrunu tutsaң dərhal aşkarla. Höşürüp yürüsəң sən oğru hesablanısan dep vəsiyyət qaldı oğan. Aytmatov. Aqılliq və təcrübəli hökümdarlar köp hallarda özünün qan qayırındaş, tuqqanlardan vəzir saylamağan. Çünki ular dövlət işi bilan uy içidəki münasibətlərini arlaşdırıb aladı. Özün mü qattiq tələb qoya almaysan. Bunu görüp başqa vəzirlərin baş-başdaq boп ketidi dep qaragan. Dünyadakı 7 çoğ sırrının biri sanılıb kelyatqan Piravin qabrlari Arab rayonida çoxsi osmonga taqashqan ihramlarning yasalishi rivoyatlardagidek sirliq tus olgan. Shundaq bizning davrimizgacha osmonning osti, yerning usti o'zlarining cheksiz hukmronligi bilan yiroq yaqinga dong'i ketgan podsholar o'tgan. Shularning ichida bizga 5 qo'ldek aniq bo'lg'ini shu piravillar, ya'ni arab hukmronligining vakillari. Quldorlik jamiyatida piravillik atoq, xuddi korollik, podshohlik o'xshash avloddan avlodga kelib, oxiri uzilmay davomlashib kelgan. Aqso'ngning aqso'ngga sanalgan piravillar asosli davlatning ichki va tashqi siyosatiga aralashib, hokimiyatdagi ishki tizgin va birdan cho'lvirni qo'ldan chiqarmagan. Umuman olganda shu asrlarda hukmronning kuchi va hayvisi, yiqqan mol-mulki va ko'chma qo'lning ko'pligi orqali o'lchangan. Yerdagi yem, osmondagi qushni uyatib qo'yibdi degandek, odatdagi xalqqa avliyo sifat ko'rinadigan piravillar o'sha ishga boyliq ko'plab erishish uchun doim o'zaro g'ovg'o chiqarib, har xil suiqasdlarni uyushtirib, davlat ichidagi g'alyonga turtki bo'lgan. Hatto ularning ichida asli kelib chiqishni odam ota va onadan emas, bevosita Xudodan yaralganligi, farishtadan yaralganligi va kun nuridan yaralganligini isbotlovchilar yo'q emas edi. Shu sababdan bir piravon qazo qilsa, butun el yurt toza tutib, qoraliq kiyib qayg'urgan. Chunki uning bilan qo'shilib ayollari, xizmatkorlari va kutkuchilari o'ltirilib, minadigan iti, yeb ichadigan tamoqi, osadigan qurol-yaroqlari hammasi birga ko'milgan. Ularning hayotligida eldagi ideologiya, siyosat, davlatning barliq munosabatlari va iqtisodini o'z qo'lida tutib turgan. U dunyodami shu ma'nisini va obro'yi bo'yicha xizmat qiladi deb qaralib, o'lgandan keyin hech narsadan qisilmaslikka qattiq qoida tartibga oylangan. Bu demak burunqi hokimiyatlarda xeli bor degan gapmi shu Chinshixonning qabrisidagi nurg'unlagan ota ekanlarimiz ilqidek nimalar bor-ku? Buni qaraganda balkim shundoq bir ideyaninki nimasi bo'lishi mumkin. Natijasi bo'lishi mumkin. Qoira atrofidagi o'z vaqtida arab xalqiga qattiq jabr zulm ilib kelgan Hub, Mikrin, Hofra ihromlari ta hozirgacha saqlanib kelmoqda. Har yili dunyoning har qaysi joylaridan millionlagan sayohatchilar kelib, ekskursiya va tavob qiladigan bu sirliq imoratlarning sevinishidagi ustaliqlarni til bilan tasvirlab berish qiyin.
Texnikali qurollar yo'q mezgilda minglagan qo'lning g'oyat zo'r toshni osmon palak egiziga qandoq ilib chiqqanligiga, har bir santimetrdimi yanglishmasdan joy-joyiga qo'yganligiga, imoratning bu to'rt bulung'iga qir-qirga dal keltirganligiga hayron qolasan. Hayron qolganligimni aytmasam tushunib yetgan qeri badaviy tugsin cho'ktirib. Әпәндем, yeniliklarning hammasi o'tgan asrlarda yoritilgan, biz ularni qaytilg'uchilarmiz deb kulimsiradi. Savodsiz boyning so'ziga ichimda qoyil bo'lmay turolmadim. Vaqt otliq ulug' sinoqqa bosh egmay, osmon zamin o'rtasida qad ko'tarib turayotgan ehromlar qanchalik sirliq bo'lsa, arablardan bizning davrimizgacha yashab kelgan hukmdorlarning hayotidami sirliq tepishmoqlar ko'p. Shaxanov, Herodot, Herodot. Herodot degeni milodiyadan ilgirki 425-484 yillar yashagan qadimgi Gretsiya tarixchisi, tarix otasi deb nom olgan dangliq mutafakkirkin Herodot. Herodotning aytishiga qaraganda, hop ihromini selishga 100 ming odam ishqa selingan. Yetishgan 4 ming qul 20 yilgacha kech kunduz tinim topmay qamchi ostida ishlagan. Otaqliq arab sayohatchisi El-Idrisi O'rta Osiyoni sayohat qilish safarida amirning ayoli hokimiyatga aralashsa, qulning xotinning og'ziga tushib turdi deb yozgan ekan. Aytmatov. Shundoq, huquq bor yerda hasad o't o'chmaydi. Huquqdorlik martabasiga erishish yo'li ba'zida nihoyat yaqin ko'rinsimi, mas'uliyatchanlik kuchlik, yana xatarlik bo'ladi. Mas'uliyatchanligi keyningda xalq olam, ularning boy yo'qig'i baxtlik yoki baxtsiz bo'lishiga sen egisan. Xatarlikligi har bir bosgan qadamingni, har bir eg'iz so'zingni marab yurgan dushmaningmi oz emas. Shundoq bo'lg'achqamikin, nurg'un qiyinchiliklarni boshdan kechirib siyosatning o'y-chunqurini mufassal tushungan dono amaldorlarning biri amirlar qachonla bo'lmasin omarsidan chiqqan. Qaysar ham aqlli kishilarni yeniga chiqsa, martabasi o'sar. Ulardan yiroqlab qo'rqib chetga qoqsa, o'zigami dushman tepib olar. Undaqlarning biri mingga tetar. Yeninga aqlsiz mingni qo'ygandan ko'ra aqlliqdan birini qo'y deb keyingilarga vasiyat qoldirgan ekan. Bu intayin to'g'ri. Hokimiyat xuddi o't deydi, o'tga o'xshaydi. Hokimiyat tutgan kishi qo'lida cho'g' tutqanga o'xshaydi. Nurg'un kishilarning haqqi, nurg'un narsalar bo'ladi, shunga bayq diqqat qilish kerak deb. Yolg'iz hokimiyatla emas, cho'ng ishlarni qilaman deydigan, ko'ngliga pukadigan insonlar shu daqiqadan boshlab mayli qila olsin, qilamasin, o'zining nom, obro'yi, axloqi, niyati, iqtidori hammasiga tang ahamiyat berib, tang diqqat qilish kerak. Chunki bu hokimiyat tutish undaq oson ish emas. Nurg'un kishilarning haqqini ustiga elib uni yutib menish unda oson ish emas. Bugun kitob o'qishimiz mushagicha bo'ldi. Davomida o'qiymiz. Allohga omonat, xayr xo'sh.